u tarafdan aylanib. Bu Xitoy uchun xizmat qiladi. O'shancha xudo xolasa bugun mana ustozlar mana bu yerdagi Asian Teams emas, sobiq Germaniyani va Yevropa CPA litsenziyani olib, keyin 2013da EduAction korxonasiga asos solib, Germaniyadagi yurtdoshlarim, tadbir tashkilotchilari. Marhabaga, assalomu alaykum, vatandoshlar, qadrdonlar. Sizlarni bu yerdan ko'rib turganimcha xursandman. Turgan hozir shuncha odam kelib, biz bilan mana shu yerda bahslashib turibsizlar. Shuna shu men bayatdan beri o'ylab o'tiribman. Bugun hozir O'zbekiston elchixonasiga keldik, Berlindagi. Biznes marafon bo'lyapti. Shuni ishtirok etib qaytyapmiz. Hozir endi osh qilingan ekan, shuni yemoqchimiz. Şurada kiramı? Yok, ben Hazır fakat Nereye aylan? Ha, bunu aylan uzadan gelin mesela.